shunaqa ham krasavchik bo'ladi. Govdani qaranglar. Basharani qarang. Biza bu harakatlarimiz bilan nima demoqchimiz? Biz bir oilamiz, lekin Kimdir bir biz dedi deb. biz bir oilamiz, lekin Govdam nima deyapti? Bu eslatib o'taman, menga kreativ ishlatmadim. Biz bir oilamiz, lekin komandaga kech qolib keladigan insonlar sababli meni komandaga bo'lgan mehrim ancha kamayib ketyapti. Biz bir oilamiz, lekin Timur psixligi har doim meni asabimni buzadi. Biz bir oilamiz, lekin hamma menga ko'ch kuyadi. Chiroyliroq gapirgan. O'z kim ko'ch kuyadi? Nimadir? Biz bir oilamiz, lekin vaqtida boshlamaydi dars. Bizni dars o'tayapsak. Biz bir oilamiz, lekin bir-birimizni umuman qo'llab-quvvatlamaymiz. biz bir oilamiz, lekin hech qachon bir vaqtda yig'ila olmaymiz. Biz bir oilamiz, lekin u shuncha gaplardan keyin ham biz bir oilamizmi? E'tibor kamam yopilib ketsa mana. Biz bir oilamiz, lekin har kuni hammani недовольный basharasini ko'raverish odamni charchatadi. Charchamadingizmi soxtalikdan ey do'st? Biz bir oilamiz. Biz bir oilamiz, lekin bir-birimizga bo'lgan mehr oldingidan ancha kamayib ketgan. Bir-birimizga kam kulib qaraydigan bo'lib qoldik. Bilmadim, o'rtamizga nima Biz bir oilamiz, mafiya o'yinini umuman o'ynay olmaymiz. Biz bir oilamiz, lekin kreativ ishlatmadim. Soatim kecha 3ga. Menimcha futbol ani bo'li samimiyroq yaxshiroq tugataylik. Men ani qo'ydi olgan. Biz bir oilamiz. Bir-birimizga umuman qo'pol gapirmaymiz. Yig'ilganimizdan beri hali bir-birimizga qo'l ko'targanimiz yo'q. Bir-birimizni shunchalik yaxshi ko'ramizki, obed ujurlarimizni ham bir-birimizga olib beramiz. Har zaman bir-birimizni mehmon qilib turamiz. Nima bo'ladi? Hech qachon kimgadir yomon ko'z bilan qaramaganda o'zi.